bugungi kunda shu xalqimizga ming bor rahmat. Mana shu chaqirimizga munosabat qilib hammalari kelib mana nimalarni tozaladi, arg'larni tozalayapti, daraxtlarni oqartiryaptilar. Alloh bularning ishlarini rivojini bersin. Amin. Nima yaxshi niyatlari bo'lsa, xonadonlarda tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Mana o'tganlar ruh arvolari shod bo'lsin. Mana shu yerda mehnat qilib, mana setkalarni tortib, atrofini o'rab, hammasiga nima qilib bosh bo'lib, nima qildi mana o'g'illarimiz hammasilari Alloh taolo bularning rizqini ulug' qilsin, shularning parishon. Mana shunday ishlarni amalga oshirishda bular bosh bo'lib shu ishlarni tashkil qilyaptilar. Ularga ming bor rahmat. Mana jamoat raisimiz ham mana kelib bugungi nimada mana yo'l yo'riq ko'rsatib ishlarni bajaryaptilar. Alloh bularni hamma ishlariga o'zi bundan keyingi ishlarga Alloh rivojini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xalqimizga yana bir bor ming bor rahmat. Mana shu ishlarni tashkil qilib o'zlarini hissadorlik qilib shu ishlarni tashkil qilyaptilar. Chunki qaysi nimada bo'lmasin qabristonimizni tozaligi, qabristonimizni obodonchiligi xalqimizning yuzi bo'ladi bu. Shuning uchun mana shu masalalarda bosh qosh qo'yishga hammalarga bundan keyingi ishlarda ham omad yor bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunga hissadorlik qilganlarni har doim xonadonlarda tinchlik, osoyishtalik bo'lsin. Nima yaxshi niyatlar bo'lsa amalga oshirishga Alloh o'zi rahnamolik qilsin. Rahmatga yo Alloh. Bor yigitlarimning ishlariga omadi kor. Assalomu alaykum. Raisa keldimi? Assalomu alaykum avlo ahli jamoa, Xitoy xalqi. Kelin nima bo'lmoqda? Mana sizlarni avvalambor hammalaringni ro'za Ramazon bilan, kirib kelayotgan Navro'z bayramlaring bilan hammalaringni tabriklayman. Mana Xitoy xalqi mana hashar uyushtiruvdi. Xalqimizga rahmat. Mana shuncha odam kelib xalq hasharini qilyapti. Xalqimizni ko'magi bilan mana tippalar sittalandi. Hamma ishlar amalga oshirilyapti. Sponsorlik qilganlarga ham